O'rta bormisan, qalaysan? Nima bu? Nima bu holat? Chakmasding-ku. Nima bo'ldi? Tinchlik emas, ahvol chatoq. Nima bo'ldi? Nimaga tinchlik bo'lmaydi? Xotinim tutib oldi. Xotining tutib oldi? Ha. Unaqa bo'lamasdi, masalan kutmagan edim o'rta. O'zim ham o'zimdan kutmagandim. Endi nafs qurgur chatoqda, nafs yomon o'rta. Nafs balosi. Xo'p, nima bo'ldi? Qayerda tutib oladi? Uyda tutib oldi. Uyda? Xotining uydaligi hisobga olib qilsang, anaqa qilmasmidi, bo'lmasmidi? Onasinikiga ketuvdi. Bilmayman, nimadir esdan chiqdim, paq etib kelib qolsa degan. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Tap oynani ochdi-da, otib yubordi. Otib yubordi? Xo'sh, keyinchi, ana u yengildagi xotin nima bo'ldi u holati? Yozib yormadimi? Qanaqa yengiltay xotin? Qandni otib yubordi. Bilasan, sahrning diabet kasalim bor, diyetadaman. Diyeta? Diyeta.